hamma 3 xona uyi 4 xona qilsa, okamlar 4 xonali uyi 3 xonali qilib qo'yibdilar. Bugun yangi obyektimizni 16 qavatli domi 16-qavatida joylashgan Novostroyka shahar markazi Yakkasaroy tumanida 150 kvadratli xonadon. 4 xonadan 3 ta xona qilib qo'yibdilar. Hozir kiravurishdan boshlab video obzorini qilib beraman. Asosiy xonadonimizga kiravurish eshigimiz. Shundoq kirib keldik, albatta biz o'ng qo'limizdan boshlaymiz. Bu bizani ko'rayotganingizdek, как бы o'zimni qanday tushuntirsam bo'ladi. Mashina o'zi bitta xona bo'lgan, bu yog'imizda oshxona bo'lgan, lekin xonani ochib yuborganlarda yo'qam katta mana shunaqa studiyni oshxona qilib qo'yganlar. Bemalol ovqat tayyorlab turib, yonida ovqatlanib o'tirsa bo'ladigan sharoiti bor. Ovqatlanib o'tiradigan joyi mamtga qo'yib qo'yibdilar-da, stol-stulni, chunki bu yoqdan vidini bitta ko'rsangiz, o'zingiz shaharga qaragan. Bu yoq tarafimizda Istanbul City, bu yon tarafimizda bo'lsa aeroportlar ham shundoq ko'rinib turadi. Xullas 16-qavat balanddan vidga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Oshxonamizning yonida kladovaya komnatamiz bo'lgan. Bu xonani как bolalar uchun bitta xona qilib mo'ljallab qo'yishgan. Lekin bu xonani biz hisoblamaymiz. Chunki po faktu bu kladovaya komnata yoki garderobni uchun mo'ljallangan. Keyin shundoq kirdik, chap qo'limizda bo'lsa, bizning ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bor va bu yotoqxonamizni o'zini ichida sanuzyuli bilan qilingan. Kirib kelishimiz uzun yo'li va xonalarimizga birma-bir o'tiladi. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bizani zal qismimiz. Ko'rayotganingizdek mana shunaqa katta zalimiz qilingan. Bu yerda ham o'zi proyekt bo'yicha ikkita xona bo'lgan. Chunki men hozir o'zim ko'rib hayron bo'ldim. Katta zalu, zal yonida bu yerda sanuzyul bor-da. Общий men aytdim, aka, cho'tirdim, nimaga bunaqa bo'lib qolgan? Zalning ichida sanuzyuli bor desam, o'zi tushuntirib berdilar. Mana bunaqasiga bitta o'zi detskiy bo'lgan, bu yoq tarafi katta zal bo'lishi kerak bo'lgan va o'shanda ichida bo'lib qoldi shunaqa deb aytdilar. Atak katta zal qilingan. Planirovka endi mabodo agar bu xonadonni xarid qilib, remontini o'zgartiraman desangiz, et-betini planirovkasini o'zingizga moslab to'g'irlatira olasiz. Keyingi xonamizga keladigan bo'lsak, bu bizani yana bitta spalnamiz bo'lyapti. Bu spalnamizning ro'parasida bo'lsa, yana bitta sanuzyulimiz joylashgan. Shunda bu xonadonimizning o'zida 3 ta sanuzyulimiz bor. Bitta общий, bitta mana katta xonamizning ichida va bitta mana shu yotoqxonamizning ichida sanuzyuli bilan bo'ldi. Xo'p, domimiz shunday Yakkasaroy tumanida joylashgan. Bir yoq tarafimiz aeroport. Xullas, Malikaltivoydan ham kirsa bo'ladi, Nukusskiy ko'chadan ham bemalol kirsa bo'ladi. Lokatsiya bo'yicha hamma taraflama qulay, ikkitalab yangi liftlarimiz o'rnatilgan va bu domimizni ko'pchilik bilishadi. Narxiga ham juda yaxshi. 1 kvadrati uchun $1200 so'ralyapti. Ko'rib turgan mana shu hamma narsalar qoladi. Endi tayyor shuni kiyimlarni olib kelib yashaydigan xonadon bo'lgan. Kvadraturasi kattaroq xonadon qidirayotgan bo'lsangiz, kelib bitta ko'ring. 150 kvadrat, 16-16sida joylashgan. Men Primoy joy egalarining telefon raqamlarini yozib qoldiraman. Bemalol bizning nomimizdan murojaat qilaverasizlar.